Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bu videoni ko'rib, shunaqa video ham olasanmi, ahmoq deyishlari mumkin, lekin kimgadir foydali bo'lib qolishi mumkin. Chunki birinchi holatga, birinchi ishi tushganlar bilmaydi bu ma'lumotlarni. Bu holatga hech kimi, hatto dushmanim, mani dushmanimga ham ravo ko'rmayman bunaqa holatga tushishini. Shunday bo'lsa, baribir bu ma'lumotlarni aytib qo'yishim kerak. Birinchi borganlar yo ikkinchi shu ota-onasi borishi mumkin yoki akasi yo ukasi kimdirni ko'rgani borishi mumkin, shu o'zini jigarini. Shunda ham shu men hozirgi aytadigan ma'lumotlarim kerak bo'ladi. Mabodo ko'rib bo'lsalaring, shu nimalarni olsalaring, o'sha joydagi kimingiz bo'lishidan qat'iy nazar shunga foydali bo'ladi. Ya'ni mahkum uchun kerakli mahsulotlar. Yozib olganman buni. Birinchi kabob yog'i. Bu kabob yog'i qayerdan olaman deydigan bo'lsangiz, kabobchilar misol uchun bozorlarda yo ko'p kabob sotadigan joylarda o'sha odam ko'pligini hisobiga pishirib, chala pishirib qo'yib, idishga qo'yib qo'yiladi. O'sha idishga qo'yilganda kabobning yog'i oqib oladi. Buni kabobchilarning o'zi shu oqib qolgan yog'ni to'plab qo'yishadi. Ana shuni olsalaring, aytda o'sha yashab turgan joyida mahkum bitta qoshig'iga bunday olib, shu obedda qaynatilgan ovqat beriladi baribir. Qaynatilgan ovqat o'sha kabobni yog'i bilan yana ham mazali bo'ladi. Shunga kerak bo'ladi. Shundan olinglar. Men ataylar birinchisini yozdimki, shu narsa shu kabobni yog'i kerak. Endi ikkinchisi quritilgan patir yoki qanaqadir nonlar, shu quritilgan so'xoy deyiladi. Shu so'xoy hamma narsa kiradi. Misol uchun hozir olamiz. Misol uchun yong'oq yoki o'rikni qoqi, yong'oqda o'sha mag'izi, yana o'sha qotirilgan nonlar, agar iloj bo'lsa patirda o'sha yog'li patirlarni o'zlarini quritib turib, o'sha qotirib turib olib borsalaring, jinday o'sha mahkum yeydi. Ikkinchisi sigaret. Sigaret sizni farzandingiz chekmasligi mumkin. Meni farzandim yo kimdirim chekmaydi-yu, sigaret nimaga kerak bo'ladi degan bo'lsangiz, lekin kerak bo'ladi. Shu filtr bor sigaretni olib borasiz, shu 1 blok, 2 blok, u sizni o'zingizni sharoitingizdan kelib chiqadi. Chekmasa ham sigaret kerak bo'ladi. To'rtinchisi, uchinchisi ekan, kiyim, ustki kiyim umuman kerak emas, faqat ichki kiyim, shu mayka yo paypoq yoki shu pastki kiyim olib olishingiz kerak. Doim shu ko'p kerak bo'lmagan taqdirda ham baribir kerak bo'ladi. Kiyimga qo'shib shampon ishlamaydi, sovun ishlaydi, kir sovun, atir sovun ishlaydi. Keyin qo'ltiqda tagiga alinaqa pissilliq dezodorant ishlamaydi, sovunligi bor. Sovunlikda o'sha qo'ltiq tagiga ishlatilgan o'sha mahkumga kiradi. Xo'p, keyingisi bo'ldi ekan, men asosiy shularni aytibman. Jim turing Ominaxon. Shu turib tursin. 10 yilda sudlanganlik yo'q bo'ladi. Bu nima demoqchiman? Agar shu mahkum ko'chaga chiqdi, shu hukumatda bergan jazosi shu necha yil bo'lsa tugadi, shu jazodan qutuldi, misol uchun jinoyat qilgan bo'lsa, ma'muriy sudlanganligi 1 yilda o'zi yuvilib ketadi. Buniki agar nimasini o'ta bo'lgandan keyin, misol qancha srok bergan bo'lsa, 10 yil ichida, yaxshilab e'tibor beringlar, 10 yil ichida hech qanaqa ma'muriy, jinoyat qilmasa, o'zidan nimadan o'chib ketadi. Sudlanganlik tamg'i o'chadi. Bu yaxshi xabar. Bu holatga hech kim tushishini xohlamayman, lekin kimdirlar tushgan yo shunaqa ma'lumotlar kerak bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Shu videoni ko'rib, shularni olsalaring bo'ladi. Undan tashqari, shu agar bir marta borib kelganlar bo'lsa, o'sha kimdirini o'sha uchrashuv qilgan bo'lsa, shuni o'sha odamdan, shu yerda odam mahkumdan so'rab, nima kerak bo'lsa, o'shani olib borsalaring bo'ladi. Yana shu bilan
Videomizni tugatamiz. Qanaqangi savollaring bo'lsa, bemalol Telegramdan Shahboz 8989 desalaring, bobomiz Alisher Navoiyni misralarini yozib qo'yganman. Ya'ni it bo'lur, eshak bo'lur, aslo bo'lmas odamiy degan. Shuni o'qisalaring, mana shu Telegram akkauntim bo'ladi. Undan tashqari fikrlaringni kommentariyaga yozinglar. Kimi ishi tushgan bo'lsa yo shular shu holatdan qutulgan bo'lsa, qanaqa bo'lgan, misol uchun nimalar kirmagan, shu ichkariga nimalar mumkin emas ekan, kimi boshiga tushgan bo'lsa, bundan bag'iga hech kimi boshiga tushmasin. Men xohlamayman bunaqa boshiga buni yomon kunlar tushishini, lekin kommentariyada yozinglar ma'lumot uchun. Shu bilan videomizni tugatamiz. Kanalga obuna bo'lib, laykni bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, meni to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. E'tiborlaring uchun rahmat.